Men 6 yoshimga qadar 2 etajli krevatda bitta xonada yolg'iz o'zim yashar edim. Ikkinchi etaji bo'm-bo'sh edi. Unda mening kichkina ukam yashar edi. Ukam avtohalokatda vafot etgan. 6 yoshli bola uchun butun tunni yolg'iz o'zi bo'm-bo'sh xonada o'tkazish juda ham dahshatli. Uyquga ketdim, ammo xona negadir juda ham issiq bo'lib ketgan edi. Tunning qoq yarmida qandaydir qo'rqinchli hayvon ovozidan uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochdim. Ko'zimni ochib xona atrofiga qaradim. Xonaning burchagi qop-qorong'ir edi, ammo hech nima yo'q edi. O'rnimdan turdim. Xona juda ham sukunat, jimjitlik. Qaraganimda stol ustidagi meni kichkinagina ayiqcham qandaydir o'zidan nur taratib turardi. Yana joyimga yotdim. Qachonki ko'zimni yumganimda adyalim ustida og'ir qo'lda kimdir silab uxla der edi. Men birdaniga o'rnimdan turdim. Atrofga qarasam hech nima yo'q edi. Dahshat, nima ekan bu? Yana yotib ko'zimni yumib bir yo'la adyalimning ichiga kirib oldim. Lekin qandaydir og'ir qo'llar yana meni silar edi. Uxla der edi. Shu voqeadan so'ng har kuni adyalim ostida uxlaydigan bo'ldim. 29 yoshimda angladimki, meni har kuni uxla deyotgan narsa bu mening onam ekan, vafot etgan onam.